Assalomu alaykum azizlar. Demak, 2025-yil 23-fevral kuni milliy sertifikat imtihoni tushgan. Mana bu misolni yechimini ko'ramiz. Shartida aytilishicha, y2 funksiya bu parabola, y1 funksiya bu to'g'ri chiziq. Demak, to'g'ri chiziq bilan parabola -2 0 nuqtada x o'qni kesib o'tgan, x y nuqtada o'zaro kesishgan, parabola 0,8 da y kesib o'tgan, to'g'ri chiziq 0,2 da demak y o'qni kesib o'tgan bo'lsa, mana shu x y nuqtaning koordinatalar yig'indisi deyapti o'rtoqlar, ya'ni x plus y so'ralyapti va bo'yalgan soha yuzini toping deyapti. Demak, mana koordinatalar yig'indisi hamda bo'yalgan soha yuzini topishimiz kerak. Keyin yana bizga bitta narsa bergan. Parabolaning simmetriya o'qi 1 deyapti. Bilasizlar, parabolaning simmetriya o'qi bu x teng x0 o'rtoqlar. Parabola simmetriya o'qi. Shundan x0 necha ekan? 1 ekan. Chunki masalaning shartida aytibdiki, parabola simmetriya o'qi 1 deyapti. Parabola simmetriya o'qi nima edi? X teng x0 edi. Demak, x 1 bo'lsa simmetriya o'qi, x0 1 ekan. Bu bizga yordamchi bo'ladi. Ketdi. Birinchidan parabola y ga demak parabola bo'lsa qanday ko'rinishda bo'lardi? Ax kvadrat plus bx plus c. Endi biz parabola mavzusidan bilamizki, mana bu c ozod son. Y o'qni qayerda kesishni bildiradi. Y ni 0,8 ga kesyapti. Bu degani x 0, y 8. Demak, mana shu nuqta 8 ekan. 8 mi? Demak, ozod sonimiz ham 8. Chunki parabolada ozod son y ni qayerda kesishni bildiradi. Demak, c topildi o'rtoqlar, 8 ekan. Endi bizga yordamchi degan x0 dan foydalanamiz. x0 qanday topilardi? x0 minus b taqsim 2 ta a edi. To'g'ri? O'sha birga teng. Minus 2a ko'paytirish bo'lsa, b teng bo'ladi minus 2 ta a ga. Minus 2a 1 ga ko'paytirish bo'ldi o'rtoqlar. b minus 2a ga teng ekan. Endi shu parabolamiz minus 2 0 nuqtadan o'tyaptimi? Demak, x ga minus 2 qo'ysak, y ga 0 ga aylanishi kerak. Ketdik. Demak, y o'rniga 0 tushadi. A ko'paytiruv minus 2 ni kvadrati plus b ko'paytirilgan minus 2 plus c ni topganmiz o'rtoqlar, 8 chiqqan. Demak, 0 teng minus 2 ni kvadrati demak to'g'ri. Minus 2b plus 8. b ni o'rniga minus 2. Boya topganmiz-ku x0 dan. b teng minus 2. O'shani b ni o'rniga olib qo'yamiz. 0 teng to'g'ri a minus 2 ko'paytirilgan minus 2 plus 8. Xo'sh, bundan kelib chiqadi 8 bu tomonga minus bo'lsa, demak minus 8 teng to'g'ri a minusga minus ko'paytirilib plus bo'ladi, to'g'ri a. Minus 8 teng 8a. O'z-o'zidan 8 bo'lishi bo'lsa, a teng 1. Demak, uzr o'rtoqlar, 8 ni demak bo'lishga o'tkazsak, minus 8 ni 8 ga bo'ladigan bo'lsak 1 emas, minus 1 chiqishi kerak. Mana shu yerda ozgina xato ketdi, minus 1. Demak, 8 bo'lishi bo'lsa, minus 8 8 ga bo'lsak, minus 1 chiqar ekan. A minus 1 bo'lsa, mana bu o'rniga a qo'ysak, b chiqadi o'rtoqlar. b teng minus 2 ni minus 1 ga ko'paytirsak, 2. A ni o'rniga minus 1 qo'ydikda. b-imiz 2 bo'ldimi? Demak, parabola yasaldi. Y funksiyamiz, ya'ni parabolamiz a-imiz minus 1, demak minus x kvadrat. b-imiz demak 2 plus 2x plus c-imiz 8. Funksiya yasaldi. Endi bu funksiya yasaldi-ku. Endi to'g'ri chiziqni yasab olsak. To'g'ri chiziq bizda y1. To'g'ri chiziq tenglamasini ham bilasizlar. Kx plus l bo'ladi o'rtoqlar. Kx plus l. Demak, to'g'ri chiziqda ham ozod son o'sha ishni bajarardi, ya'ni y o'qni qayerda kesishdi. Y qayerda kesyapti? X 0, y 2 bo'lgan nuqta mana bu 2 da. Demak, y ni 2 da kesdimi, ozod soni ham 2. L topildi. Demak, L 2 ga teng. Demak, funksiyamiz kx plus 2 bo'lgan ekan. Endi shu funksiya minus 2 0 nuqtadan o'tyaptimi? Bu ham demak, x minus 2 bo'lsa, y 0 bo'lishi kerak. Y o'rniga 0 qo'ysak, k ko'paytirilgan minus 2 plus 2. 2 bu tomonga minus bo'lsa, k ko'paytiruv minus 2. Minus 2 bo'lishi bo'lsa, k teng 1. Demak, bu k topildi. Bu deyarli bu funksiya ham yasaldi. Demak, y funksiyamiz k o'rniga 1 qo'ysak, x plus l-imiz 2. Mana o'rtoqlar, ikkita funksiyani topdik. Endi mana bu joyda, ya'ni mana shu nuqtada shu ikkita funksiya kesishib turibdimi?
ikkita funksiya kesishdi shu nuqtada desa, ular bitta joyda turibdi. Demak, ikkalasi bir-biriga tenglab yuborardik kesishdi desa. Minus x kvadrat plus 2x plus 8 teng x plus 2. Ikkalasini tomonga bo'lsak minus x kvadrat plus 2x dan bitta x ayrilib x qoladi. 2 minus bo'lsa 6 qoladi. Teng 0. Tenglikni ikki tomonda minus 1 ko'paytiradigan bo'lsak x kvadrat minus x minus 6. Xo'sh, v teoremasiga ko'ra x1 ga x2 ni qo'shadigan bo'lsak 1 ko'paytiradigan bo'lsak minus 6 bo'ladi o'rtoqlar. Demak, qo'ysak 1 ko'paytirsak minus 6 bo'lar. 3 hamda minus 2. Demak, x1imiz 3, x2imiz minus 2. Bu degani, ikkita nuqtada kesishyapti-ku ikkalasi. Bittasini x 3 bo'lsa mana shu joyda. Ikkinchisining minus 2 bo'ladi deganda. Biz o'z minus 2 bor-ku, 3 ni topdik. Demak, mana bu x'imiz nima bo'lgan ekan o'rtoqlar? 3 bo'lgan ekan. Endi y ni topishimiz kerak. Y ni qanday topamiz dek? Xohlasak bu x o'rniga, xohlasak bu x o'rniga 3 ta borib qo'ysak, o'sha nuqtadagi y chiqadi o'rtoqlar. Endi mana bunga qo'yib qo'yadigan bo'lsak, osonroq varianti y teng 3 plus 2. Demak, y teng 5. Mana shu nuqtada y necha bo'lgan ekan? 5 bo'lgan ekan. Demak, birinchi masala hal. Koordinatalar x y'imiz 3 u 5 ekan. Bizdan yig'imizni so'ralgandi. 3 ga 5 ni qo'shamiz. 8. Birinchi topildi. Demak, hammaga tushunarli qilgan ishimiz nima bo'ldi? Qilgan ishimiz funksiyamiz parabola ax kvadrat plus bx plus c, u y qayerda kessa ozod hadi o'sha bo'lardi. 8 degan nuqtada kesgan uchun ozod hadi 8 bo'ldi. Keyin simmetriya o'qi x0 dedi. Demak, x teng 1 dedi, simmetriya o'qi x teng x0 bo'lardi. x0imiz minus 1 taqsim 2, o'sha 1 ga teng. Minus 2 ko'paytirish o'tdi, b teng minus 2. Keyin x o'rniga 2 qo'ysak, y 0 bo'lar ekan. Mana. O'shandan b o'rniga keyin mana bu x lar o'rniga minus 2 tushdi, keyin b o'rniga minus 2 tushdi. Shunda a ni topdik, keyin b ni topdik. Parabola yasaldi. Parabola yasalgandan keyin, demak, to'g'ri chiziqni yasab olamiz. To'g'ri chiziqimiz kx plus l. L'imiz 2 ligini qayerdan topdik? To'g'ri chiziq o'sha funksiyalarda ishlaydigan holat, boya parabolada ham ishlatdik. Y yo'qni qayerda kesyapti? 2 da kesyapti. Demak, L 2 ekan, o'shandan keyin topdik. Y yo'qni kesish nuqtasi bu ozod hadida. L topildi, kx plus 2 bo'ldi. Endi bu to'g'ri chiziq minus 2 0 dan o'tgani uchun y o'rniga 0 qo'ydik, x o'rniga minus 2 qo'ydik. O'shandan k chiqdi 1. To'g'ri chiziq yasaldi. Ikkalasi bu yerda ham kesishib turibdi. Ikkalasini bir-biriga tenglab yubordik. Va tenglama bo'ldi. Tenglamadan ikkita kesish nuqtasi chiqdi, x lari. Keyin x o'rniga qo'yib y topdik va koordinata chiqdi. Bu birinchi demak masalasi hal bo'ldi. Ikkinchisi shtrixlangan soha yuzini toping degan masala edi. Shtrixlangan soha yuzini topish bilasizlar, ya'ni biz egri chiziqli trapetsiya yuzini topish degan mavzudan o'tganmiz, o'rtoqlar. Xo'sh, o'sha mavzudan bilamizki, mana bu oraliqda, ya'ni bu 0 va 3 oraliqda ustidan, ya'ni mana shu sohani ustidan yopib turgan funksiyadan pastidan yopib turgan funksiyani ayiramiz va ikkita chegaraga ko'ra integral olamiz. Demak, mana shu yerga chiqadi. Ketdi. Demak, integral 0 u 3 ustidan yopayotgani bu parabola. Parabolani boya yasagandik. Minus x kvadrat plus 2x plus 8 dan ayiramiz. To'g'ri chiziqda ham boya yasagandik. Ne to'g'ri chiziqimiz x plus 2 edi. Ayiramiz x plus 2 ni. Va integral olamiz. Demak, 0 u 3 qarz soddalashtiradigan bo'lsak, birinchi o'rinda minus x kvadrat plus 2x plus 8 minus x minus 2. Demak, integral 0,3 chegarada minus x kvadrat 2x dan bitta x ketsa x qoladi. Plus 8 dan 2 ketsa 6 qoladi. Endi har birdan alohida boshlang'ich oladi, bilasizlar. X kvadratdan boshlang'ich oladigan bo'lsak, darajasiga bir qo'shib mahrajga yozamiz. X kub taqsim 3 plus bundan oladigan bo'lsak, demak x kvadrat taqsim 2 plus ozod sondan boshlang'ich olsak, shunchaki 6x bo'lardi, yana qo'yib qo'yardik. Chegaralar 0,3. Birinchi yuqori chegara qo'yiladi. Bilasizlar integralni minus 3 ta kubi taqsim 3 plus 3 ta kvadrati taqsim 2 plus 6 kere 3 minus pastki chegaralar qo'yiladi. 0 ni kubi 0 taqsim 3 0 kvadrati 0 taqsim 2 plus 6 kere 0. Ko'rinib turibdiki, qaysi 0 ga ketarkan hammasi mana bu yer qoladi faqat. Minus 23 ga bo'lamiz 9. 9 2 ga bo'lamiz 4,5. 18. 18 dan 9 ketsa 9 qoladi, 4,5 ni qo'ysak 13,5 bo'ladi.
Demak, bo'yalgan sohamizning yuzi 13,5 ga teng ekan. Mana bu ham topildi.